Masjidlar qurilyapti. Masjidlarni ana o'sha boy, saxiy odamlarning qo'li bilan Alloh bitiradi. Imkoniyati yo'q odam duo qiladi. Hasharga keladi. Saxovati bor, boyligi bor odam himmati bilan yordam beradi, ko'mak beradi. Shuning uchun azizlar, albatta bunday odamlar, imkoniyati, mol va mulki bor odamlar, ular albatta islom uchun ham, musulmon ummati uchun ham kerak bo'ladi. Imom Suyuti aytadilar, taqvosiz boylik bu halokat. Banda uni harom yo'l bilan topadi, haromga sarf qiladi, haqli joylarga bermaydi, uning haqqini ado qilmaydi, molini isrof qiladi. Agar boylik bilan birga bandada taqvo bo'lsa, yuqorida sanalgan zararlardan omonda bo'ladi. U o'sha boyligi bilan Allohning huzurida ham sharaf topadi.